Assalomu alaykum, fasadning plitka ishqozlari. Mana bugun 4-dekabr. Toshkent viloyati Ohangaron Mevazor nafasida ishlarimiz davom etyapti, ya'ni plitka qo'yish jarayoni. So'kamiz xizmatdalar. Darvozalarimiz chekkasi qora tosh bo'lgan. Mramilning stilida. Ichkarilarimiz mana bitta chiroyli chiqdi. Xo'p, pastga keladigan bo'lsak, mana shu 0, ya'ni bu yerda to'ldirishi, stashka qilish ekan. Mana shunaqa xizmatlarimiz kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bitta chiroyli chiqdi. Tunukalari bilan mana. Hammaga rahmat.